Aylıqraq bir xanım qızalını körəb boğuca, inek sərəb qalğan boğuda yutqa. Öykisi soğuz düşkən müştə xodun. Abdumjit aka şu tiplar bah acizlab ketibdi deytgan. Şu bah acizlik degan börekning zaiflashishi shumi? Yo'qam. Bu bah acizlik bilan börek zaifligi degan osmon zamin farqlanadi. Endi bah acizligi degan nima degan gap degan chig'imizda mushu börekning ustida börek jinsi po'staq hormon bor. Mushu hormon qancha ko'p ajralsa bizda to'liq toshgan shahvat paydo bo'ladi. Hamda har xil sabablar tufaylidan mushu shahvatning ajralishi oz yo ko'p bo'lib ketish sababidan bizda har xil erlik jihatdagi nurg'unlagan ojizliklar kelib chiqadi. Bizning azaldan tiplarimiz doktorxonalarda erlar bilimi deb bilim qurmagan. Ham hozir qadar tibobat doktorxonalarida odatda erlar bilimi deb bilim yo'q. Sababi nima degan chig'imizda bu bah ojizlikni burunqi hukumat tiplarimiz psixik jihatdagi kasallikda ruhiy jihatdan davolash asos qilgan. Shunga erlar bilimimiz yo'q bizningki. Endi ma'zi bezidagi ham börekning o'zidagi ba'zan ichki kasalliklar, tosh börekdagi ba'zan kasalliklarni ichki kasal qatorida davolash ilib borgan. Anda olsa bu bah ojizligi deganimiz shu börek ustida jinsiy po'staq hormonning ishi. Endi bizim bozorda hozir tiyipli setilayotgan dorilarning hammasi qarg'ulachi nurg'un odamlarga foyda qilgan bilan, yana nurg'un odamlar menga bu dori foyda qilmadi deydi. Bu sababi nima degan chog'da bu bah ojizlikninki o'zida talog'i chiqsa, sayliqroq bir xonim qizalini ko'rab bo'g'ucha, inek sirab qolgan boqada yutqa, öykisi so'g'iz tushgan mushtay xotining chayqalab bo'g'ucha so'g'iz tushgan mushtay solishab qatgan. Bunun sababi nima degan chog'da amaliyotda börek ustida jinsel po'staq hormondan ajralgan hormon normal. Öy kelgandan keyin ayolning kuzgi sakkunab qilishi. Börek ustida jinsiy po'staq hormondanki şu vaqtning o'zida ajralishi to'xtaganlikning sababidan bo'ldi. Shunga biz qanday qilamiz degan chig'imizda setning adimi ulamdi, uyning adimi ulamdi. Bizda shahvat qo'zg'almagan chig'ida buning bir qanday dorimiz ayrim. Endi talada chiqsa, shunda erkaklashib ketayotgan öykisi xotining huddidan chiqolmayotgan odamlarga biz uning bir qanday dorimiz ayrim. Uningdan bilak, mushu a'zoning o'ziga to'lib qonlam to'lsa, bu qoyim bo'lar bitgan narsa. Anda o'sha bir shahvat nereden paydo bo'ldi? Shahvat dal börek ustida jinsiy po'staq hormondan chiqdi. Nurg'un odamlar bor. Doktor, menda mush ojizlik bor, qanday qilsam bo'ladi? Anda bo'lsa, doktor tibni nima ish qildi desak, börekni samatib, börekni ustida jinsiy po'staq hormoni ojizlatgan bir narsani tixinbak ko'paytirgan dori berdi. Anda bo'lsa shahvati bak kuchli bir odamga, vaqt bak qisqa, lekin shahvat bak kuchli odamga biz yana börekni kuchlantirgan dorini versak, börek ustida jinsiy po'staq hormoni ojizlatgan kuchib, o odamda yaxshilanish bo'lmaydi. Biz onu qilib birimiz istirifil keşniz diye bir doğru batıp kaldı. Bu doğru istirifil keşniz diyorlar. Yani yumğaq sıfatınınki urğu diye sayıtkan doğru bu. Yumğaqsının yanında ötken işekmi iş keptigice hanılmaytmış. Sebebi demezse yumğaqsının aidi bak su atlı kıdım. Hem de kandak etmez desek şehvet tolup teşikler. Bununki yani üstüler biz börekninki cinsi po'staq hormonu küçeytirgan doğrunu vermeyiz biz bununla. Baxni kesitkan doğru. Mesela bu istirifil keşniz. Yumğaqsının urğu diye sayıtkan. Şu doğrunu versek adamda qanda shahvat pasaydi. Shahvat pasaygandan keyin hormondagi ojiz qanda tamponlashdi degan gap. Shunga to'rlardan bulamdi yoki bo'lmasa shu tip doktorlarning yig'i borgan chig'ilda bu gapni aniqdanglar. Menda bu ojizlik bor desanglar kuchlantirgan dori qilib qo'ysa ahamiyat yo'q. Cho'qim sizlardagi bu ojizlik har qanday bir jinsga bo'lgan shahvatingizda o'zgarish bo'ldimi bo'lmadimi? Kuchlikmi ojizmi? Ojiz bo'lsa börekni kuchlantirgan samatitgan dori ishlasanglar bu. Bak kuchli bo'lib ketgan bo'lsa, baxtni kesitgan, suvoq tabiatlik. Shunda dorilarni iste'mol qilgan chig'imizda biz uningki bah ojizlikqa tamoman qarshi turib, yaxshi bo'lgan bir badan safosini saqlab qolg'ili bo'ldi. Endi börek zaifga qarta men kelayni vasilalar bilan qaytadan uchrashayman. Men har kuni nochi tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib qolinglar, yurak bip qolinglar, fikr tahlil qilinglar, yozib qolinglar. Ko'rishlar